Tezkor xabar. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. Assalomu alaykum azizlar, kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolikimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Milliy tiklanish departamenti partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga yozdi. Alisher Qodirov 1-marta Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga mamlakatni tark etishga chaqirib, u yerga ish izlab bormaslik haqida gapiryapti. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinni qoralaydigan o'zbekistonlik migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayrinsonlik holatiga keskin munosabat bildirgan holatni faollardan hisoblanadi. U navbatdagi postida yana migrantlarga yuzlangan ularni daromad uchun oilasining ko'z yoshlariga sabab bo'lib qolmaslikka chorlagan. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.